إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا في شرعه حياتنا حياتنا إسلامنا إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا في شرعه حياتنا حياتنا إسلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik Tiluzur Kökçe kırındaş biraderlerimiz, bu katımki dersimizge yine hoş kipsler. Bizdeki bu katımki dersimizdeki asasi mevzui miras hakkında buludu. Yani mirasındaki emmisi emez, miras hakkında kıskıça bir düşenç. Çünkü biz hazır ders kılmakçı olan hadis, bu mirasını üstüde toxtalgan bir hadis. Biz şunun üstüde toxtalımız. Aslında bizdeki bu 40 hadisini ders kılışımız şu İmam Nevevi'ninki 40 hadisine kitabını ders kılıp kitfardık. Bu asasen 42 hadisi bilen tügügendi. Hem de bu İmam Nevevi'ninki bu 40 hadis kitabını tercüm kılan, şer'i kılan alimler nait edecek. Şu katarıda da hem de İbn Recep degen bir alim var. Yani Camül Hikem degen kitap bilen şu 40 hadisini şer'i kılan. Hem de bu İbn Recep'deki göz karışça İmam Nevevi yani 8 tanedek bir hadisni, bu hadisdeki yüzü İslam dinindeki talimatındaki esillerine yani usullarına ilgi olan bir hadisdi. Bu kep kalganda kalıdı dep İmam Recep bu 42 hadiska 8 hadisini mene koşup şununla 50 hadis kırıp mene şu İmam Nevevi'ninki 40 hadisini şerisi tamamlagan. Biz hem de 42 hadisi bilen bu 40 hadisindeki ders neyimizi tükügüsü mü? İbn Recep'ninki bu 8 hadisine koşup koygan bu sözüge bu kılık asasen biz şu 42 hadisini 8 hadisine koşup yani bu 40 hadisindeki devamını yani devamlaştırıp ders kılışını biz asas yani maksat kıldık. Yani bunu konumuz tuttuk. Şu cihetten biz hazırımda ders kılmakçı olan hadis şu 40 hadisindeki 43. Ama 40 hadisindeki işçiliği yok. İbn Recep rahmetullahi aleyh koşup koygan 8 hadisini. Yani bu adamdaki koşup koygan birinci hadis, yani bu kep dep guman kılıp yani özündeki göz karışça bununki 43. hadis miras alakadar hadis şimdi. Bu miras alakadar olğanı bu mirasdaki üzü İslam dinide alayida urunğa ege. Alayida urunğa men ege olğanlığı için bu doğruda Kur'an-ı Kerim ve hadis-i Resulullah'da men ayet hem hadisler çok var. Biz hem de bu hadisdeki asas tekstini karsak, men bu 43. hadis İbn Abbas'ın radıyallahu ta'ala anhuma an Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle elhiqul faraida bi ehliha fema abaqatil furudu fehuve li evla raculun zekerin. Ravahul Bukhariyyü ve Muslimun. İbn Abbas radıyallahu ta'ala'dan rivayet kılıp şunadaydı ki bu adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıp bu adam şunadaydı. Peygamber aleyhissalatu vesselam munda degen. Nime degen? Elhiqul faraida bi ehliha. Sile Kur'an-ı Kerim'de muayyen bakitken ölçemlik kılıp sallık malumat kılıp bakitken aşı muayyen aşı mirasını öz ehlige aldırıcı bir anlam.
Yani aldıda öz ehliga berana. Qur'oni Karimda bir adam o'lib ketgan bo'lsa, u odamninki varislari er olsun, ayol olsun, atisi olsun, ballar olsun, qizlar olsun, tuqqanlar olsun, unuğun muayyen Qur'oni Karimda her birisiga o'lcham bekitgan bir nim bor, tuzum. Bu tuzum. Buni mana furud, yani fard, yani faridatun deydimdi. Farizatu degandiki, sizlar shuni bir odam o'lib qolgan bo'lsa, oldi bilan sizlar Qur'oni Karimda Alloh taolo degan shu kishilarga oldin ala shu buni beringlar. Buni uchun beringlar deydi. Fama faqatil furud. Shu farzlardan, ya'ni Qur'oni Karimdan, ya'ni qaysi adam qanchalik oldi deb hammasi hammasi biz berib bo'lgandan keyin u o'likniki qoldirib qo'ygan meni eshib qaptamdi. Ya'ni berib bo'lgandan keyin eshib qolgan bo'lsa, şu er kishiniki eng yaqin tuqqanlarga qolganni, ya'ni ta'sib shaklda siz buni uchun beringlar deydimdi. Payg'ambar alayhisalom shuni dedi deydi. Anda o'g'andan keyin bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadis. Endi bu hadisniki o'zini Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgandan keyin bu hadisniki sahihligida hech qanday bir shak yo'q. Endi bu hadis mana bu miros ilmi haqida asos, yani hadis olgan bir hadis. Şunun için İbn Recep bu hadisni mana bu 43. hadisga keltirgan. Endi bu yerda bu miros haqidagi ustida to'xtalgan bir hadis, shuningki qanday taqsim qilish, ya'ni bir odam o'lib ketgan bo'lsa, u o'lib ketgan odamninki qoldirib ketgan mollarini qanday taqsim qilishni bu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'rsatadi. Ko'rsatib, sizlar şu ülüfniki qilib qolgan tuqqanlarga şu mallarni oldin ala Qur'oni Karimdagi şu Allah o'lchab bekitmagan kishilarga bersizlar. Uningdan eshib qolganni anundan keyin qolgan er kishiniki yaqin bir tuqqanlari, er kishiniki tuqqanlari, sizlar bu er kishiniki tuqqanlari mesela o'g'illari ta'sib shakl deydi. Mana buni nima qilasizlar? Qolganning hammasini shulicha oladi deydi bu hadisniki mezmununda. Bu miras haqida to'xtaldi. Endi bu miras degan bu miras ilminiki asosiy manbai Qur'oni Karim bilan hadis Rasululloh. Hem shuningdek icma-i sahabetil kiram radıyallahu taala anhumlarninki mana uchiniki majmuuniki asosiy mana manbai mana ilm mirasniki miras qanday taqsim qilishdiki bo'lgan mana asos manbachi bu. Bu to'g'riliq Qur'oni Karimda. Endi bu miras aslida mana muhojirlar Madinaga mana hijrat qilib kelgandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam her bir muhojirni şu Madinadagi her bir ansoriga qarindosh qilgan. Şu dastlabki islom, dastlabki vaqtdagi o'zidan şu payg'ambar sallam şu muhojirlar bir ansorni mana qarindosh qilgandan keyin şu qarindoshni qaysi birisi o'lib ketgan bo'lsa, uningdan keyin şu o'lib ketgan odamga şu qilib qolgan odam mirosxo'r bo'lib, uningki varisi bo'ladi. Bu bir mezgil mana davomlashgan. Bu to'g'rida davomlashgandan keyin anikin Alloh taolo sura Anfalda munda bir oyatni tushirgan. Vallazina amanu min ba'du va hajaru va jahadu ma'akum fa ulaika minkum va ulul arham ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Innalloha bi kulli shay'in alim. Mana buningdan keyin iymon etgan, shuningdek hijrat qilgan, sizlar bilan jihad qilgan kishilar mana bular sizlardandir. Yana bular sizlardan. Bumi buni hijrat qilib, jihad qilib, mushundoq mana kelgan kishilarniki o'zi sizlar musulmonlarniki toifini qatorida bo'lib, uni musulmon bo'yicha muomala qilindi deydi Alloh taolo. Va ulul arhami ba'dum awla bi ba'd fi kitabillah. Mana tuqqanlarniki ba'siga eng yaqindir. Yani bu miras haqida işaretten buna deydi. Anda oğandan keyin Allah'nınki kitabıdan kim qarindosh, kim aşun nasab cihati tuqqan bo'lgan bo'lsa, Allah'ın kitabıda en varis buluşqa bulu layık olan bo'lgandan keyin aslida sizniki qarindosh qilib mushunda bekitgan mirosxo'rlik ishi hozirgacha obdan bo'lsa-mu amaldan qoldi, ammo bu yaxshi. Bunda qilish kerak degan bu oyatga tushgan. Innalloha bi kulli shay'in alim. Jazman
Allah Taala her kanda bir şeyini bilip doğucudur, bilgücüdür degan oyatga tushgan. Buningda anadayken, bu oyat tushgandayken, shuning bilan muhojir bilan ansarlar o'ttirsidagi merosxo'rlik ishi buning bilan tugagan. Tugagandan anadayken Allah Taala Sura Nisoda bir qancha oyatlarni tushish orqali mana shu varislarniki har bir varis, mayli er olsun, ayol olsun, ulug'i qandoq shu yurib ketgan kishiniki qoldiq millarni qandoq taqsim qilish haqida mana birinchi oyatlarni tushirgan. Mana shu oyatniki qatorida Alloh taolo Sura Nisoda lirrijali nasibum mimma tarakal validan wal aqrabun walin nisai nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasira aw kasur nasiban mafruda. Mana ergilar uchun, yani erlarga ata-onalar yaqin bir tuqqanlar qoldirib qo'ygan mushu mol-mulkdan ularningki muchu haqqi nasibi bor. Shuningdek hamda ayollarning ata-onalari yaqin bir tuqqanlari mana qoldirib qo'ygan ma'lum o'lcham haqlari bor ayollarning. Mayli u narsa oz bo'lsin, mayli ko'p bo'lsin, bu farz. Yani Allah Taala tarafdan shunda berishga farz qilib bekitilgan degan oyatga tushgan. Tushgandan keyin anadayken, yani bu oyatda mayli er olsun, mayli ayol olsun, buniki yurib ketgan odamniki qoldirib qo'ygan malidan ma'lum darajada jazman oz olsun, mayli jiq olsun bir haqniki bor ekani bu oyat uchun tushdi. Bu oyat muqimlashdi. Muqimlashgandan keyin anadayken sababi nuzul va oyatninki, yani boshqa oyatlarni tushir orqali Allah Taala yeni bir qancha oyatlarni tushirgan. Tushirib anadi bu oyatda yusikumullahu fi awladikum lizzakari mislu haddil unsayayn fa in kunna nisaan fawqa istatayn falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisf wa li abwayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي به أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Dep bu ayette bunu çoğu yeni düşürdü. Yani bu ayetteki ahırda وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها الدين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين degan oyatni tushirdi. Uningdan keyin Sura Nisoning eng oxirgi oyatida Alloh taolo yana bundaq oyat tushirdi meros haqida. Yastabtunaka qul la yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha in lam yakul laha waladun فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. degan bu oyatni tushirgan. Alloh taolam deb bu oyatni tushirish orqali tilka hududulloh, mana shu har bir varislarniki qanchalik berilishi deb ashuna bekitilishi Allohniki muayyan bu nemidir, o chek chigirisidir. Yani Allohning hukmidir. Ve men yuti'illaha ve rasulahu, kimiki Allah'ın Resulu'na boysunup Allah Kur'an-ı Kerim'de er olsun, ayal olsun,
mayli ota-onasi olsun, onuğa manchilikdan büyülüp verimiz deb aşınıgıça itiqat qilib, shu bo'yicha amal qilgan bo'lsa, mana u odamniki o'zini Alloh taolo mana tahdidin eriqla eqib turadigan, mangu qoladigan jannatga kirgizadi deydi. Mana shu jannatga kirishniki o'zi cho'ng büyük bir nijotdir deydi. Ve men yasillaha ve rasulahu ve yetadda hudude. Kimiki Allah'a asi olsa, Allah'ın Resulü asi olsa, yani Allah'a asi yoktu. Yani Kur'an, İslam şeriatı da varis, yani miras bundak bölünüdü, bundak taksim kılınıdı da bekitilgendiğin ki bu adam onu unmay, bana o kandak o nimboludu, hazırki mandak kanun mandak, hazır o kep kaldı dep onu asi olup onu unumasa. Yaga bo'lmaydi. Mana Qur'oni Karimdagi mana bu miras haqida to'xtalgan oyatga mana g'arb va uningdan boshqa islom dushmanlari eng piti fasad mana paydo qilgan bir oyat miras haqidagi mana hukmchi bu. Masalan, bu oyatdagi o'zida lizzakari mislu haddil unsayayn degan. Bu oyatda Alloh taolo sizlarniki ballariңga Alloh sizlarga vasiyat qiladi. Qanday qiladi? Yani bir er kişiye iki ayalniki nisibini çok birimiz deydi. Yani bir adamniki bir oğlu varken iki kızı varken deydi mesela tahmin. Bundan o açıldığın yüzü de bu kaldırıp ketken bu malniki umumizi üşesi kırıp bu üşesindeki yerimini oğluğa yerimini iki kızığa mesela birimiz. Ya bir oğul bir kız olup kalgan bolsa ikisini oğluğa bir hessini mesela kızığa bundakçı berimiz. Hem de muşunu tutuverishi arqılıp bazı adamlar İslam diniga ziyankeşlik qilib va unuğa mana har xil böhtallarni chaplash arqılık mana imanı aciz muşnak kişilerini azdırışı mümkün. Şunu ulanıdayken bu iman aciz ya ki imanı mana töben malumat yok muşunda bir adamda yok bu doğru olmaptı deb aşında Allah'ın Resuluğa asi qilib ben özüm taksim kılımen ya ki falanı kanunuğa muşunda taksim kılımen dep aşı ucunda beriş gerek dep aşağı bağım bolsa ve yetadda hudude o adam şu Allah'ınki bekitip koygan muşu hükümlerden o adam ütüp gitipti. Yani muşta bir size unuma yakma onda kılmaymen degen bolsa ben bu kişini Allah Teala dözak kaldı dözak kirgizdi ki bu adam dözakta mengu kalıdı. Mena bu adam için şu dözakta meni harlatıdığan, nahayet azap okubat, muşunda boludğan meni qaqşatquş azapçı ba dedi. Anda oğandayken bir adamniki mu'min boğan, Müslüman boğan adamniki cennetke ve dözakka kirişi, muşu miras haqqidagi boğan hükümge amal qilishi şu boyunca icra qilish kerak. Eğer o adam şu boyunca amal icra qilmagan bolsa, mana o adamniki o'zi mana mu'min deb hisoblanmaydi, dozaqqa kirdi bu oyatda. Shuning uchun bu miras hukmi mana alohida muhim bo'lganligi uchun Alloh taolo bu Qur'oni Karimda bir qancha oyatda to'xtaldi va bir qancha surada to'xtaldi. Shuningdek ham Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mana hozirgi biz shu yili o'qigan hadisda nima dedi Allah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? El-hiqul faraida fi ahliha. Sizlar farzlarni, yani Allah Teala Qur'oni Karimda beketken her bir varisniki haqqini o'z egizgicha beringlar. O'z egizga beringlar oldi bilan. Uningdan eshib qolganni andaki muassab, ta'sib shaklda qolgan tuqqanlarga unicho beringlar dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu var, yani miras hakkında. Ve onun başka Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala anhu şuna deydi ki, mene Sa'd ibn Rabi radıyallahu ta'ala anhu'nun ki, mene ayali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kaşığa, mene yüzündeki iki kızını Sa'd'den boğan iki kızını ep geldi. Ep gelip bu ayal dedi ki, ya Resulullah, bu ikisi Sa'd ibn Rabi'nin kızı. Bununki atısını seneler bile Uhud uruşuda şehit olup gitti. Bu ikisindeki tağısı Sa'd ibn Rabi'ninki malınınki hemmisini koymaydı ep gitti. Hem de bu ikisi çoğu vakit özde nikaha nikah kırıp ergi erişte
mal bo'lishi kerak, mal lozim dedi. Degandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, bu haqda Alloh taolo mana jazman hukm tushirdi, hukm qildi, aldirmang dedi. Degandan keyin anidan mana sura Nisodagi miros oyatini o'qigan, mana miros haqidagi oyatlar tushdi dedi. Tushgandan keyin mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bu ish qizg'onligi tog'isiga adam avatib shunda dediki, hey tog'isi, sen bu qizga, sadiniki bu qizga mana 3ta ikkisini be, buniki opisiga 8dan birini be, qilib qolgani bo'lsa, ta'sib shaklda silincho bo'ladi deb mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho dedi deydan bu hadis. Endi yeni bir hadisda Zayd ibn Sabit radhiyallohu ta'ala anhudan shuna rivoyat qilindiki, bu odamdan mana bir odam, bir ayol o'lib ketibdi. O'lib ketib, uniki eri, singlisi, ya'ni ota-onasi bir. Shundoq bir qilib qolgan vaqtimizda Zayd ibn Sabit radhiyallohu ta'ala anhu eriga yerimini, singlisiga, mana ayolniki singlisiga meni yerimini shu bad berib, Zayd ibn Sabit shuna dediki, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallam miros haqida mushundoq hukm qilgan so'rovga men hozir bo'lgandim, men mushundoq hukm qildim dedi. Endi yeni bir hadisdan shuna deydiki, mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam de rivoyat qilgan bir hadis, mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda rivoyat qilgan shunda bir nima var, bir qancha hadislar var. Şu hadislarniki ichidan ikkini biz tarjima qilib tafsir qilishga harakat qildik va undan boshqa bir qancha mana hadislar bandi. Ya'ni demak, mana bu islom dinidagi miros ilmininki asosiy manbai Qur'on bilan hadis. Va shuningdek ijmoiy sahobadan iborat bo'lgan yani üçüne keyin ersi çok bolu demdi. Üçten manba ilinidi. Buniki gayriden kelgen her kandak mirasqa alaqadar hüküm, emir ferman bolsa herkes makbul emas. Bu tüpten hata. Şunun için her bir adam, men mümin, Müslüman, men cennetke kiraman, dozakka kirmayman deydiğine işenci bolsa, men bundak adamniki yüzniki aklı boyunca yoki yüzniki yaşavatkan aşağıdaki kanun boyunca men bitiraf qilaman deb undaq qilib qolgan bo'lsa, men undaq qilmaslik kerak. Agar undaq qilib qolgan bo'lsa, yuqorqi oyatga asosan u qilishniki yuzida ya inkor qilibdi islom dinining bu ahkomiga yoki zongni qilibdi. Ming yilning oldidagi nima edi? Yoki menga u xato deb ichida inkor qildi. Rasmiy ashuna degan bo'lsa, uchaniki yuzida u odamniki ahvoli xarob. Ammo uni bilmabdi. Miros haqidagi ilmni yani hükümni o adam bilmebdi. Bilmey turup yoki yüzdeki xahiş boyunca yoki bo'lmaydi mana islom qonunidan boshqa qonunni qishqi verib mana bu betaraf pasi deb açtaqan bo'lsa, o'chan o'zi fosiq. Bunda qonga asosan o adam qattiq tövbe qilish kerak. Agar o adam shu ish bo'lgandan keyin iymoni bo'lgandan keyin shu mirosni mana qoidadan mana islom shariati bo'yicha mana bu taqsim qilishga mana harakat qilish kerak. Shundoq taqsim qilish kerak. Onidagi tövbesi bu chog'da cho'ng maqbul bo'ladi. Ammo buni o'qib turib, o'rgati degandek rasmiy qalbidan inkor qilib, unumay, men o'zimni buncha qilaman. Ma'ani va o'g'lim ma'ani va paloni va deb ashundaq taqsim qilib, voy oyat hadisi mana deb bu bo'lmaydi deb disimi unma ishtaqan bo'lsa, yoki g'ayri qonunga, ya'ni shar'iyninki g'ayri qonunga bo'lgan bo'lsa, u chaniki o'zida bu odamniki ahvoliniki ne kadar xatar ekanligi mana bu yerda chiqib turdi. Biz haqiqiy mu'min, musulmon bo'ladi ekanmiz. Biz Qur'on hadisda men mirosda nima deb hukm qilibdi, biz shu bo'yicha amal qilishimiz kerak. Mana bu miros ilminiki ne kadar muhim ekanligini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana bir hadisida shuna deydiki, mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna deydi. An ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu qol. Men ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhu shuna deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan: "Ta'allamul Qur'on va 'allamuhun nas." Siz Qur'oni Karimni o'rganinglar.
Şuningdek Qur'oni Karimni kishilarga o'rgatinglar. Va ta'allamul faraid. Sizlar miros ilmini, miros hukmini o'rgatinglar. Va buni mo'yna o'zingni o'rgangandan boshqa yana kishilarga o'rgatinglar buni. Bu kishilarga o'rgatinglar. Nima uchun? Chunki jazman men o'lib ketadigan bir odam. Men uzoqqa o'lib ketaman. İlim kötürülüp ketdi. Yani bu miras ilmi devadı Peygamber bu yerde. Miras ilmi uzaqqamay kötürülüp ketdi. Kötürülüp ketip miras ilmini bilmeydiğin bir zaman ketip kaldı. Kötürülüp ketip qanday oldu? Şu çanın yüzüden mene iki adam tepede değil ki iki adam şu miras hakkındaki boğan hükümde qanday taksim qilishni bilamay va diniy masalaninki qanday ekanini bilamay ikki odam bir masalaninki ustida ixtilof qilishib mushunda qiladigan bir zaman keldi. Zaman kelib ikkisi mana o'tirsa arib qo'yadigan bunda bir kishini topolmaydi. Nima deb xabar beradigan bir kishini topolmaydigan bir zaman keldi. Anda o'g'anda ekan sizlar Qur'oni Karimni o'rganinglar. Shunda o'g'anda ekan shuning bilan birlikda ilmul miras ilmini o'rganinglar va o'rgatinglar deydi. Endi Peygamber esa bu yerda Qur'oni Karimni o'rganish tabiiy har bir mo'min musulmon odamga mana shu til chiqqanda tatib farz. Ham shuning ichidagi ahkamlarning nima? Mesela iman, tavhid, aqidaga aloqador bo'lgan mana ta'limot ahkamlarni bilish har bir mo'min musulmon degan odamga nisbatan şu til chiqqanda tatib farz ayni holatga chiqib bo'ladi. Şununla şu ilimninki o'xshash darajada miras ilmini Peygamber sam qo'ygan. Bunu qarg'a vaqtimizda miras ilminiki ne kadar afzal, ne kadar katta ekanligi bu yerda bilinib turdi. Endi Peygamber alayhissalatu vassalamniki yeni bir hadisida Abi Hureyre radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet qilgan bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna degan: Ta'allamul faraid. Sizlar ilim mirasni, yani miras ilmini sizlar o'rganinglar va bolalarga va kishilarga va shu ma'lumlarga nisbatan vakolatan mana o'qib kelgan kishilar bo'lsa o'rgatinglar. Bu muhim bir ish. Har bir odam mana o'ladi, o'lgandan keyin mol-mulk qonunini qanday taqsim qilish ajoyib. Mana mu'min musulmonlarningki ehtiyoji zarurligi qatoridan bo'ladi deydi. O'rgatinglar va o'rganinglar. Cezmen bu miras ilmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi ki men ilimninki şer'i ilmininki yerimi bu deydemdi. Yani demek bu yerde miras ilmininki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şer'i ilmininki mene yerimi digellik bu yerde belki mübalık buluşu mümkün alimlerimiz şuna deydi ya ki onunki kadirninki ne kadar ehemmiyet ikenligini bu yerde çoğu ifadeleydi. Anda oğandaki miras ilminiki yüzü, şer'i ilminiki yerim boğandayken biz hem de okuduk dep, onu okuduk, bunu okuduk diyen bile şu okuşniki teki yerimini okuduk. Eğer o adamniki yüzü miras ilmini bilmeyen bolsa, hem okumagan bolsa, okumagan bolsa. Bu Peygamber Sallam'daki bu nemisi ve huve yunsa deydi. Bu miras ilmi unutulup kalındı. Ve huve evvalu şeyin yunzau min ümmeti. Mana bu miras ilmi mening ummatimning ichidan tortilinib, mening ummatimning ichida qolmaydigan birinchi narsa bu mena miras ilmi deydimdi. Anda o'g'andan keyin Peygamber sallallohu alayhi ve sellem oxirgi zaman ummatlarining ichida miras ilmiga ahamiyat bermay, uni o'qimay yoki uni o'rgatmay mushunda bo'lib ketadigan mushunda kishilar bir zamonchuk keladiganligini Peygamber sallam oldindan xabar bergan. Yani bu ne kadar ahamiyetlik, ne kadar muhim ekanligi bu hadis uchun chiqib turdi. Shuning uchun har bir kishining, har bir mahallada, har bir rayonda mana shu kishilarniki diniy ilmni mana o'rganib, bilib kelib, shu yerda diniy tarafda yetakchilik qiladigan ishi mana yetakchilik qilish her bir mu'min musulmon odamning ganigi nima u farz. Shuningdek miras ilmini shunda bilish eng nima u muhim. Biz bunga asosan miras ilmini o'rganishimiz, o'rgatishimiz nihoyatda nima u muhim.
Bu yerda har bir adam o'ladi. O'lgandan keyin qolib qolgan molniki o'zini qanday taqsim qilish? Bu yerda taqsim qilishda har bir adam o'ziniki xohishi bo'yicha taqsim qilsa, o'shan o'zida xato ish qilgan bo'ladi endi. Agar u odam undaq qilmay, g'ayri qonun, ya'ni qonuni kufrini qilishga berib, buni taqsim qilib bersizlar deb uyaga berib davolashib borsa, yine xatolashdi. Şuna Allah'ınki aldığı bağa vaktin üzüden bu dünya ve dünyada birden bir hak adalet dini olan İslam dinininki meni kösetpegen muşu kösetmiş boyunca o adamdaki üzüm muşundak amel kılıdiken bu adam cezmen o adam kutulur. O adam cennetki çok kirdendi. Eğer onda kılmaydıken o adamdaki akıbetininki neyim buluşunu biz çok bilmeyimiz. Bu ayet esasen cezmen o adam eğer etiqadidimi, ishonchidimi shundoq qilib, "Ma yaxshi, shariy İslam xato" deb undaq qilsa, o'sha do'zaxga kirdimdi. Agar u odam bilmaslik qilib qolgan bo'lsa, tövbe qilish kerak. Tövbening kenimiz bir qancha qatim to'xtaldik. Shu ishni darhol to'xtatib, agar u odam shundoq mol-mulk bo'lgan bo'lsa, darhol uni qaytadan shariy İslam bo'yicha mana bir tarafchoq qilish kerak. Anidiki bu odamning tövbesi bu yerda nima bo'lgan bo'ladi? Maqbulcho bo'lgan bo'ladi. Endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mene el-hikul faraida bi ehliya dedi. Mene faraid degen hemimizin malum cem'i. Bu feridatun degen bu mufretniki cemiz. Ferize degen ne mu? Ferize degen yani feriz. Yani ülüp ketken şu yılık meyitninki varisleri var. Varislerninki ülüp ketken meyit kaldığın meyillerinki her biri yüzgü düşüp bir hakkı var. Kur'an-ı Kerim edisi Resulullah belki etken. Şu hakkındaki yüzünü ne deyimiz o ne? Feridan yani miras, hakkı, nesibi deyimiz hem de. Bu hem de. Hem de bu ilim miras deyimiz. İlim mirasındaki asası yani onunki yani mevzuyu deydi yani kartılıp tetkik kılgan obükte yani meyit kaldırıp ketken malınki hemmesi mene onun boludu o mevzuu mine o boğan boludu. Hem de miras dedik. Mene bu miras esi varese yerisu irsen ve turasen dep mundak geldi logat manisi mene bu esi varese yerisu mene iris yani bir narsaning yeni bir narsaga yetkelganlik deganligini onu biladi. Yani demek hem iris hem miras dep isim alet şekilde keladi. Yani miras dep Uyghur tilida bundaq ne qabul qilgan. Hem iris dep Arabcha tilida iris dep aladi hem turas dep aladi. Bu yerdemde mirasniki yüze ülüp ketken şu meyitniki qilib qolgan melninki hayat qilib qolgan tuqqanlari var şunu yetkilish. Bu miras sana. Bu çağda şu malniki yüzüne mene idare qilish, boshqarish va hokazo ishleri şu miras bo'lmoqchi bo'lgan odamga yutib ketadi ülüp ketgan odamdan. Yani yetkilish miras degan meni chu bu bo'lgan bo'ladi. Endi bu mirasniki rukunlari var. Yani miras bo'lmasa miras qilishimiz uchun jazman rukun var. Şu bo'lsa anındakin u yerda miras degan hukm chiqadi. İllaki ülüp ketgan odamniki hammasiniki melini o ülüp ketsin aqidin o miras hukm u yerga kelsin undaqchi bo'lmaydi. Şu rukunniki yüzü vücut çıksa şu çanın yüzüde anındakin mirasniki hukmi uçadı vücut çıkadi. Bu mirasniki mene bu yılık rukni yani asas yani türüge 3. 12 mene biri muvarris. Yani muvarris deydi Arapçada varis kaldırıp ketken adam. Yani ülüp ketken adam ülüp ketken adamçı buluş gerek. Yani bir mal var. O malniki yüzge mene varis oluş için cezme bu malniki ilgisi o dünyaya ketken buluş gerek. Dünya ketken bolsa anladaki bu adamninki melini varis qilib taqsim qilib oladi. Ama bu adam ölmey turup bu adamning melini hech qanday vaqtda taqsim qiluvchi bo'lmaydi. Ikkinchidan şu yürüp ketgan adamninki varis bo'lish kerak. Yani Qur'oni Karimda degan shu tuqqanlaricha bo'lish kerak. Agarda o adamninki tuqqanlari bo'lmay, shunday bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zida bu adamninki meni Beytul Mal, İslam devletininki hazinesiga kirdimdi. Bu varis bo'lish kerak.
Üçüncüden, anadaki üçüncü rukun, bu adamdan kaldırıp ketken mal olur gerek. Mal. Eğer o adam ölüp ketipti, kolunda hiç kana mal muluk yok. Uçan yüzde miras kağıdı çoğu bulmaydı. İkinci de giderken o adam ölüp ketipti meli var ama varisi yok. Hiç kana taraftan. Miras kor yok. Uçan yüzde taksim kağıdı olmaydı. Böyle üçüncü degene de bu ölüp ketken adamniki mal mulku olmasa hem varisi olmaydı. Hem miras hükmü yer bulmaydı. O ay miras hakkı bir yer taksim kıplarımız digen olmaydı. Mene maşada muşu üşrukun bolu diken anındayken miras hükmü bu yerde tepilido. Onun deyken anındayken za miras hükmü boyunca bu mallarını uçağının üzerinde taksim çoğu kılımız. Bulmasa bulmaydı. Rukun diken şu anda asas yadro yani asas kısım. Hem de miras hem de şartları var. Mene miras nekena şartları var. Şu şart tepilgan deyken anındayken bu malını mene taksim kılışka o boludu. Onunki biri şu yeleke ülüp ketken adamniki varsa şu ülüp ketken deyken resmi hayat oluş gerek. Bu şart tepilse anındaki o adamga taksim kılıp verimiz. Yani bir adam ülüp ketipti. Ülüp ketken bolsa men o adamniki varsa o adamda bir minut ya bir saat burun ülüp ketken bolsa o adam yarı taksim kılınmaydı o adamın melini. Men şu varsa o adam ülüp ketken adam deyken hiç bolmadı degende 5-10 minut ayet bolgan bolsa anı deykenze bu varsa o adamga ülüp ketken adamniki varsını cezmen uçağı taksim kılındı. Bu varsa o adam ameliyatta şundak hakiki nim buluş gerek. Men varis ameliyatta hayat buluş gerek. Yaki bulmaydı. Bu adamniki yüze yani varis olmak çoğu adamın yüze ameliyat hayat demez. Lekin şer'i taraftan hüküm bu hayat hep hüküm kılgan bunda buluş gerek. Mesela o adamniki ayalı hamildarken hamildar olup kalgan bolsa biz uçanın üzerinde bu balınınki üzerine mene hayat tep taksi hayat tep onu itibar edip ya kızım oğlumu dep kızlık şu şekilde paraz kılıp kız olsun mançılık oğul olsun mançılık yaki bulmaydı şu miras kollarını taksi bir kiçkiren azrak bir müddet saklap durunlar dep onu tavsiye kılımız. Onun deyki anı deyken kız oğul olsa uçanın üzerinde şu bu iş taksim kılımız. Eğer o da aldırap ketken bolsa mene şu canın üzerinde bu koşudaki balınınki kız ya oğulluğunu uqqan bolsa şunu karta onu ayat dep hüküm kılıp o balığını nima kılımız uçağda taksim kılımız. Men muşunda hayatçı buluş gerek. İkinciden şu ülüp ketken adamnınki resmi ölgen buluş gerek. Yani resmi ölgen buluş gerek. Anı deykenizde uçağın üzerinde anı deyken o adamın melini taksim kılındı. Yaki bulmaydı o adamniki ameliyatta ülüp ketkenini biz uqamay bilamay qilib qalsak mı? Lekin şer'i tarafdan o adam bir qancha muddat yo'qolib ketgan deyken uqmay ya 6 yil ya 5-6 ay deyken qarab baqsa yok. Yok olğan hech qanday izdereki yok. Anda oğanı bu adamni öldü deb hüküm qilib şer'iden anaki bu adamninki qilib qalgan mallarını aşı tuqqanlarga mena miras qilib çoğunu uçağını qilib berimiz şöyle taqsim çoğu qilib berimiz endi. Taksim qilib berimiz. Bundan çok buluşçu gerek. Üçüncüden şu yılki şartniki üçüncüsü şu varis hem varis kaldığın adamniki ikisindeki otursa da mirasxo'rlikqa ta'sir qilgan uni varis bo'ladigan to'sadigan bir to'salg'i bo'lmasligi kerak. Mana mushundaq shart tepilgan vaqtning o'zida anidagi mirosni bu joyda topqilichi bo'ladi bo'lmasa kasgan emas undaq qilg'ilichi bo'lmaydi. Agarda şu varis olgan adam bilan o'lib ketgan odamni ikkisini o'ttirida bir ma'ni varis olishga ma'ni bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida u yerga varis olgan odam hayot bor, ham o odam o'lib ketdi. Lekin ma'ni bor. O'chan o'zida u odamni odam varis qilib, uningki melini bu varis olgan odamga belgil bo'lmaydi. Buni da uzoq qolmay endi bu yerga mavaniul irs deymiz. Yani varis bo'lishga to'salg'i qilgan
bir qancha to'salg'ular ishlar degan ustida to'xtalamiz. Endi varis bo'lishniki sababi, ya'ni bir odamga varis bo'lishniki sababi bor. Endi yuqorida shartni rukun dedik. Uningdagi shart tepilsa andan vujud chiqadi. Anadan keyin varis bo'lishniki sabablar bor. Yani madem varis oldu degan sebep, şu sebep tepilgan vaqtni o'zida andaki bir-birisiga varis oldu. Bu 3. Birinchidan, yani nikoh bo'lish kerak. Yani varis olmoqchi bo'lgan ikki tarafniki o'zi ikkisiniki o'ttirda nikoh bo'lish kerak. Aldım, taqdim degan bunda bir nikoh bo'lish kerak. Ikkinchidan nasab bo'lish kerak. Yani tuqqandochilik bo'lish kerak. Nasab degan, yani tuqqandochilik bo'lish kerak. Uchinchidan hozirgi davrimizda yo'q, vala bo'lish kerak. Ya'ni vala deganimizniki o'zi, ya'ni bir odam bir qulni ozatgan bo'lsa, ozat qilingan qulninki tuqqanlari bo'lmay tatib qolsa, u o'lib ketib qolgan bo'lsa, uninki bilan mollari ozat qilgan odamga bo'ladi demdi. Buni vala deymiz. Mana mushunda 3 sabab tepilsa, anidan keyin mana miros sababi bu yer tepiladi, uningki mirosi taqsimcho, qig'ilicho bo'ladi. Endi bu yerda biz endi shu mirosdagi sabablar 3 dedik. Birisi rasmiy, ikkisiniki o'ttirda nikoh bo'lish kerak dedik. Endi bunda bir qancha masalalar bo'ladi. Jazman ikkisi o'lib ketadigan vaqtning o'zida nikoh bo'lish kerak. Nikoh bo'lsa ya er ya ayol, o'lib ketgan bo'lsa ikkisining o'ttirida shar'iy tarafdan bekitilgan şu şartları hemmesi tepilgan nikahi sahih tariqasidagi mushu shart tepilgan bo'lsa, andakin erqutuluq xuddi shu chani o'zida o'lib ketgan bo'lsa, u chaniki o'zida mana bir-birisiga varischi bo'la oladi. Ammo bu masalan bir odam o'lib ketibdi, o'lib ketgandan keyin o'lib ketishniki oldida bu odam shu xotinni qo'yib etibdi ekan deyli. Taloq qo'yib etgan bo'lsa, yana bir qancha masalalar, jiq masalalar bor buningda. Bundan da bu adam ölüp ketipti. Ölüp ketip de o ayolning qo'yayotgan vaqtida taloq raji shaklda qo'yib etibdi yoki taloq bain. Buni qaraymiz. Endi taloq raji shaklda mana shunda qo'yayotgan bo'lsa, agar o adam taloq raji, ya'ni taloq raji degan shu iddatningki ichida, ya'ni shu iddatning ichida yenilishga bo'ladigan taloq degan gap. Mana bu iddat tüygen kadar bu adam ölüp ketibdi. Ölüp ketgan bo'lsa, u chaniki o'zida shu adam, shu ayol qo'yayotgan bo'lsa-mi, ittiti toshmagan bo'lsa, u ayolniki o'zi adamga varis bo'la oladi. Shu adamniki mana Qur'oni Karimda ko'rsatgan hissini u ayolga beramiz. Endi bu ayolniki o'zi taloqi bain ekan. Taloqi bain ekan, ya'ni taloqi bain deganimiz, masalan, u adam o ayolni 3 taloq qilib etibdi. 3 taloq qilib etibdi. Yoki o adam bir taloq qismi, lekin u qo'yayotgan 3-chi qatim bo'lib ketdi. 3-chi bo'lib qolgan bo'lsa, taloqi bayin deb ataladi. Ya'ni uzilib ketgan taloqqa u adam shu ayolga iddatning ichida hargiz yenilishga bo'lmaydigan mana taloq degan gap. Bunda bir shaklda o'lib ketgan bo'lsa, u chaning o'zida mana ulamolarning ittifoqida mana bu ayolga, ayol erga mana varischi bo'la olmaydi deydi. Bunda çok bulamaydı. Endi bu yılki talaqqa vaqtning o'zida, yani marazil maut deydigan bir nima var, talaq var. Yani bir adam o'zining xotinni og'rib qilib o'lay degan vaqtda qo'yib etibdi. Agar men bu xotin nikohin bo'lib qolsam, meniki pul melimga bu ayol varis bo'lib qoladi ekan deb shuni qo'rqib buni qo'yayotgan bo'lsa, o'shaning o'zida topda o ayol o'lib ketibdi. Kishi emas, ayol o'lib ketibdi. Ayol o'lib ketgan bo'lsa, bu chaning o'zida ayolga varis bo'la olmaydi. Ya'ni ayolning hech qanday narsani nima qila olmaydi, uni ola olmaydi. Endi bu taloq bayinlik shakli bu endi. Ya'ni buningda bir qancha, ya'ni ushaq, ya'ni bir qancha masalalar bor. Buni endi shu ilm, miros haqida yana tafsili agar nima bo'lsa boshqa dars orqali buni tushunishga to'g'ri keladi. Ikkinchi endi nasab dedik. Nasab degan endi shu arab shar'iy tilda nasab degan, ya'ni bir ayolningki rahimidan chiqish. Mana shu bir ayolni tug'ish.
şu ayolni tug'ib u suv harakati bo'lishi. Mana mushu orqali chetilgan, ya'ni manbasi suv bir bo'lgan, yer bir bo'lgan, shuni tarmoqlab chiqqan narsani hammani nasablaydi. Mana mushundaq nima bo'lish kerak? Tuqqancho bo'lish kerak. Andan keyin bu chan o'zida u tuqqanlar bir-birisiga mana nima qila oladi? Mana varischi bo'la oladi. Bu tuqqandochilik mana ota tarafdan bo'lsin, mana ofa tarafdan bo'lsin, mana qandoq tarafdan bo'lsin, mayli ota üstün bo'lib ketsin, mayli navr bo'lib ketsin, mayli o qandoq tuqqan ketishdan qat'iy nazar, mushunda bo'lib ketgan bo'lsa, mayli tog'ilari olsun, mayli ammochilari olsun, deganidek mushunda bo'lib ketgan bo'lsa, hammasi nasabning qatori kirdi. Mushunda bir shakl tuqqanlar bo'lgan bo'lsa, Qur'oni Karimda nima deb aytilgan bo'lsa, mana shu shakl bo'yicha mana ashundaq mana varischi bo'la oladi. Eğer men tuqqandim deb Qur'oni Karimda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degandek ashabul puruzlarga berib bo'lgandan keyin u chaniki o'zida aniq ta'sib shaklda beramiz. Ya'ni bu mirosga ega bo'ladigan kishilarmi bir qancha darajaga bo'linadi. Birinchisi Qur'oni Karimda deyilgan bular u ish qolgandan keyin andagi ta'sib deymiz, uniga beramiz. Unidan ish qolgandan keyin andan keyin ya'ni rad rahim deb atıldı. Anada bu şekilde bunda qilamiz. Ama bu çan özüde bu qilib qolgan bu qoldirib ketgan malning o'zini hammani ashabul puruz bo'lgan Qur'oni Karim deyilgan kishining hammasi ep bo'lgan bo'lsa, qolgan kishilar yetmagan bo'lsa, "Voy mening mammat tuqqan etim, mangmuchu elish kerak" degan haqqi yo'q. Uni da ish qolgan bo'lsa, anadagi Qur'oni Karim deyilgandek ashundaq bo'lgan bo'lsa, shunchalik ulushni, shunchalik pochini ola oladi, shunchalik qismni Onunki gayrını alamaydı. Men palinlik tuqqan etim, nevrisitim, bilmisitim. Şunuğa Kur'an-ı Kerim'de deyilgen boyunca alalaydı bulmuş, şu alamaydı. Bu. Şimdi yeni birisi geldikken vela dedik. Vela degen bu yılki hazırki kulluk devri bulmagan deken hazırki devrde yok. Yani bu vela degen yani azatqa adam azat kılıngan ya da kulunki tuqqanlari bo'lmagan bo'lsa, varis bo'ladigan pul meliga ega bo'ladigan u chaning o'zida azatqa adam u kishiniki meliga varis bo'lib, hammani cho'nim qila oladi, u yerda ola oladi. Bu yer buni o'ttirib qo'yishi islom dinida bu tuzumni o'ttirib qo'yishi nima uchun? Qulluqni yo'qotish. Buni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1400 yilning oldida o'ttiruvchi qo'yib bo'lgan. Al-vala liman a'taqa degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nimasi va hadislari bor. Endi mirosga to'sal bo'lgan ishlar. Mirosga yuqori shartlar, sabablar, rukunlar tepilsimi? Lekin yana uning to'sal bo'lgan bir qancha to'sal bo'lgan. Agar bunda to'sal bo'lib qolgan bo'lsa, yuqori sabab o rukun tepilsimi, varis yo'q bo'la olmaydi. Mana bu mavaniul irs deb ataladi u. Mana uniki birinchisi qulluq. Yani bir adamniki balası qulub qapti. Hozir o qulluq yo'q. Ya achiq qulubkan ya xotini ya balvaqili qulub qolgan bo'lsa, u adam o'lib ketgan bo'lsa, u chaniki o'zida bu qul bo'lgan adam o'lib ketgan adamniki melini hech qanday bir shakl olamaydi, varis olamaydi. Chunki u qul degan yuzgimi ega bo'la olmagan bir maxluq qanday qilib ikkinchi bir narsaga ega bo'la oladi. Shunga agar bir adam qulub qolgan bo'lsa, mana bu qul o'lib ketgan qanday adam bo'lishlik qat'iy nazar uniga varis qilish huquqi bo'lmaydi. Mamnun. Ikkinchidan o'ltirib etish. Ya'ni varis bo'lgan adam shu merosxo'r bo'ladigan shu adamniki o'zini shu adam o'ltirib etibdi. O'ltirib baldiroqni o'ltirib buningki pul milini ep qashlaydi degan bo'lsa, u chaniki o'zida shar'iy tarafdan buni şu adamniki varislik huquqidan o o'lib o'ltirgan adamniga varis bo'lgan huquqidan men qilib u adamning melini hech qanday bermaymiz. Bu islom dinining bir prinsipi. Yani bir narsaki o'ziniki vaqtidan burun bir adam uni ziyonkashlik qilib ashundaq vujud chiqqan bo'lsa, uni shu shaklda az jazolab, shu narsa o'zini bermaymiz, mahrum qo'yamiz degan usulga asosan mushundaq bir adam o'ziniki tuqqanni va bu adam o'lgani unmadi. Ölgün umğanın pulu çıktı. Ben bunda hop gittim. İşte öldürüp alsam andaki muamele bana hep kaldı. Diyen muşunda bir şekilde öldürüp atkan bolsa o adam
Mana o odamga hargiz varis olamaydi. Bir punktlik chog'liq narsani hargiz olamaydi. Erish haqqimiz yo'q. Shar'iy bu deydimdi. Shar'iy bu. Shar'iyniki qonuni bu. Endi bu o'ltirib etish masalasi bir qancha xil bo'ladi. Mana qasddan, xatoan va undan boshqa har xil sahvan o'ltirish deydi. Buningda o'limalarimizniki o'ttirsidan bir qancha o'xshagan ixtilof ko'z qarash bor. Endi uchinchidan va mirosning varisligi varis bo'lgan odamga to'sqinlik qilgan uchinchi shart mana bu nima u ixtilofi dinay. Ya'ni din, ixtilofi din. Ya'ni u odamniki e'tiqod qilgan dininiki bir-biriga o'xshamasligi. Masalan, bir odam nima? Musulmon. Uniki opisi yoki balvog'i tuqqani nima? Kofir. Uchar o'zida bu kofir o'lib ketgan bu musulmonga mana varischi bo'lamaydi. Ammo kofir qolgan bo'lsa, u qilib qolgan odam musulmon bo'lgan bo'lsa, ba'zi ulamolarimiz ucharning o'zida bu varis bo'la oladi deydigan bunda bir nima ko'zchu qarash bor. Bu bir ya'ni buniki tarmoqlarga qaraq bo'lgan bir masala. Bu to'g'rida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bir hadis bor. Payg'ambar sallam nima dedi? La yarisul muslimul kafira va la kafirul muslima. Payg'ambar sallam shuni dedi. Musulmon kofirga varis olamaydi, kofir musulmonga varis olamaydi deydimdi. Anda o'g'andan keyin bu hadisga asosan ikkisi varis bilan shu varis qilingan o'lib ketgan odam bilan mirosxo'r bo'lgan odam aqanchi tuqqandochilik har ikkisi o'lib ketib moyat vokan mol vokan ashundoq shart hammasi rukun tepilsimi mushundoq ko'z qarash ega bo'lgan odam bo'lgan bo'lsa mana bir-birisiga hargiz varischi bo'lamaydi deydi. Masalan, musulmonga yahudi, mana musulmonga nasara yoki nasaraga musulmon yoki yahudiyga musulmon bo'lgan odam yoki g'ayri dinga, ya majus din, ya budda din, ya u din, ya bu dinga e'tiqod qilgan odam bo'lgan bo'lsa, mana musulmonlarniki o'ttirsida bir-birisiga varis bo'lish degan hech qanday bir narsa yo'q. Yeni bir tarafdan bu varis bo'lish degan gapniki o'zi bu nimani bildirdi? Bir-birisi bo'lgan yordam. Unda o'g'andan keyin bu miros, buni bildigan bo'lgandan keyin bu kofir bilan musulmonning o'ttirsida bir-birisiga varis bo'lishi bo'lsa, o'chan o'zida bu dal uniki mana ziddi cho bo'lib qoladi demdi. Bu nima emas, o to'g'ri emas, aqliy tarafdan. Endi bu ish tugagandan keyin endi bu shu o'lib ketgan odamniki qoldirgan meliniki o'zini arabcha tilda taraka deydi. Qoldirib ketgan mallar degan gap. Endi qoldirib ketgan malniki o'zi nima endi? Buni da hammamizga ma'lum. Qoldirib ketgan shu o'likniki qoldirib ketgan ash moddiy mol-mulk foydalangan narsaning hammasi o'ziga bo'ladi. Bu yo'tkilishga mumkin bo'lgan. Ammo yo'tkilmaydiganga, yo'tkilish qat'iy bo'lmaydigan narsa bor. Masalan, o'lib ketgan odamniki bir yerga boshliq bo'lish, bir yerga vali bo'lish, bir yerga egdochilik qilish deydigan narsa shuni tugish bilan u tugaydi. Unda bir narsalarga varis bo'lgan odamda uniga ega olmaydi. Endi ega bo'lgan narsa shu varis o'lib ketgan odamniki pul mol, mana qimmati va pulga yaraydigan kishilar o'tirsa e'tibor bo'lgan narsani qoldirib ketgan bo'lsa, buniga egdochilik huquqi mana bu chaning o'zida uningdan o'zining nisbini olgandan keyin qanchaligini oladi, shu chada uning huquqi bo'ladi. Ya'ni huquqi degani bu. Endi bu qoldirib ketgan malga, o'lik qoldirib ketgan malga aloqador bo'lgan mana bir qancha haqlar bor. Bu haqni qilib bo'lgandan keyin anidan keyin u mirosxo'rniki mollarini anidan keyin taqsim qilib beramiz. Uningdan keyin taqsim qilib beramiz. Mana uningki birinchisi nima ekan? Shu mirosxo'rniki shu o'lib ketgan vaqtning o'zida qazi bor ekan. Masalan, qazi bo'pti. Qazi bo'lgan bo'lsa, mana o'lib ketgandan darhol shu molni taqsim qilishdan bo'lib birinchi bo'lib shu o'lib ketgan odamniki shu qazini isbot bilan guvoh isbotlab qolgan bo'lsa, oldi bilan shu qilib qolgan molniki o'zidan qaz qanchalik shu narsani beryapmiz. Birinchi bo'lib qiladigan ish shu
Meni çok bu. Bu kazının içinden kişilerniki kazı var. Hem unudun başka yani Hakkullah, yani Hakkul ibad ve unudun başka Hakkullah da ikiye bölünüdü. Bunu da Hakkul ibad olan bolsa kazı. Yani bedelen kazı, kişilerin kazı olan bolsa uçan mutlaka veririz. Ama Allah'ın kazı varken. Yani zakatını berimen dep, ani berimen dep, zakat kelağını gitken. Geldik zakat hiç kavulmay bu adam, meni berimen, ani berimen dep çıkırıp bu işteki ağırlığı bu adam ülüp gitipti. Ülüp ketken bolsa uçağın yüzüde kandak kılımız, bunun oturursa önüm alırımız ihtilafı. Bazı adamlarımız ülüp ketkendiği ki şu adamı kaldırıp kalan melidin şu zakatınki hakkını kançlık oğamızı berimiz deydi o. Bazı adamlarımız yak vermemiz o adam ülüp ketti, ülüp ketkendiyken bir şey esi bu hayatı dünyadan bu ibadet şu adamın yüzüge bir vas takıldığı işte o adam ülüp ketkendiki ülühniki yüzüden meni ahkam yani teklif bu yerden neyme o çıp gitti. Ama onu bu adam ada kılmaydı. O dünya vakti yüzüde Allah Teala eğer halisa onu azaplaydı. Halımısa Allah affı kılıdı. Dep bundan ne kılıdı? Söz çok karaydı. İkincisi şu ülühniki kaldırıp ketken meliga hak olgan meni bir qancha haqtidik. Şu haqniki ikincisi şu ülüp ketken şu kişininki mene cinazini neme kadar şunu tayyorlash. Mesela o cinazini tayyorlab yuş, kepellash, şu meyitninki uya bir yerga şu ziratlık şu kabristonlik opirish hem kabrini kodutish deganidek bütün chiqimning hammani şu qoldirib ketgan meylidicho sarf qilamiz. Sarf çok qilamiz. Uni dekiza ikkinchi uchinchiga nima qilamiz? Uçanın yüzüden ötemiz. Üçüncüsüge meni ötüp mana bu vasiyat deydi o. Vasiyatga qartildi. Vasiyatga qartilgandan keyin aslida vasiyatniki yüzü. Yani bir adam şu ölüşten burun vasiyat qildim. Bu vasiyatniki yüzü mana ashni qilib bo'lgandek o adamning vasiyati bormi yo'qmi deymiz. Vasiyati birinchidan uning qazi bormi? Zakat va kaza qaz. İkinciden mana dafn murosim degan ish, dafn ishni pul. Mana bu. Üçüncüden anındayken bu adamninki vasiyati bormi yo'qmi? Şu vasiyati bo'lgan bo'lsa anındayken şu vasiyatini anındaki bu yerda çoğu o vasiyatini berip unundaki qilib qolgan vaqt o'zida andaki şu varislarga andaki meni taqsim qilib beramiz. Endi bu vasiyatniki o'zida şu qilgan vasiyatiniki faqat 3dan 1 okudendi. 3dan 1 okudu. 3dan 1 ödüdü. Bu vasiyatniki yüznikiye varis oluğa adamga vasiyat qilish qat'iy durus emas. Yani bir adamniki yüzü yani bir balısıgan bir kızı vasiyat qilibdi. Bu kızım anı versen verdim, anı verdim. Bir anda vasiyat qilib başta qaldırgan bolsa, bu canın yüzde bu adamniki bu xuddi bu balısıgan qilgan kızı qilgan vasiyati ya oğulga ya xotiniga qilgan vasiyati qat'iy mu'tabar emas. Çünkü o adam vasiyat qilmasimi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de allama kaçan o adamniki melidin o kişi qanchalik aldı onu allama kaçan berkitip oldu. Anda o andaki vasiyat şu miras bo'lmaydigan başka bir adamlarga qilgan vasiyat bo'lgan bo'lsa shuni qo'ydi. Bu endi yoki masjidga, ya yaxshi yerga, ya unuga, ya bunuga degan bo'lsa, o'shan yüzünü qo'ydi. Ama yüzü ülüp ketganlikin yüzü qoldirgan melidin alalaydigan bir shakldagi bir kishiga vasiyat qilgan bo'lsa vasiyat aqmaydi. Endi bir aqmaydigan tarafi 3dan hemen 1gichilik qo'ydi. Yani 3dan 1dan üçtünki birinin cıkarak olsa o hem akmaydı. Mesela o adamınki mesela 100 bin koy pul olan olsa uçanın yüzde bu adam 60 bin koy pulunki üzerine palanı mescid belgeli bu kuvvetli mescid başa bir vetenla ya palanı adam bir vetenla dese şu pulunki 3'ten 1'e yani meliniki 3'ten 1'e olan 30 bin akıdı. 60 bini varislanın hakkı varisine verimiz. Eğer de varsa mı bupto, muşu atam ya ki apam ya ki tuqqanlarımız ya aka inem, muşu vasiyat qilibdi bizim hakkımız muşundaqken biz bupto şu vasiyatni yürgüzüp aş adamın degeni bu şu vasiyat qilib qolgani biz aldı. Ha bupto atamniki apamniki degeni bu bo'lsin desa u bo'ladi. Ama ular narazi olup onu muğan bo'lsa
u çağdaki üzüde mana 3'ten 1'i aqqan bo'ladi. Mana 3'ten 1'i shu meliniki 3'ten 1'i yuriydi. Shu qilib qolgan meliniki 3'ten 1'i ne shu vasiyatga yerigicha beramiz. Bo'lmasa u boshqa yerga hargiz nima qiluvchi bo'lmaydi. Undan keyin mana bu ish mana qazidan mana berib bo'ldi. Mana vasiyat qabristonlikqa dafn qilgan ishning hammasi berib bo'ldi. Uni yerdini qazvami yo'qmi, qazmish qildi qani. O qilib bo'ldi. Undan keyin vasiyatini mush shaklda ijrochi qildi. Undan keyin makanini deb shu Qur'oni Karimda deb bo'lgan shu mustahiq bo'lgan kishilarga anadagi bu odamniki miros mollarini shu chog'da taqsim qilib beramiz. Unidek taqsim qilamiz. Taqsim qilgandan keyin bu varislarniki o'zi mana bir-birisiga nima qilmaydi, o'xshamaydi. Hammasi bu odamniki mesela o'lib ketibdi. Xotini bor ekan, qizi bor ekan, o'g'li bor ekan. U odamniki masalan otasi, apasi, aka inilari, navrlari bor ekan. Hem tağaçları bor ekan. Hammasi o'xshash oladigan ish yo'q. Bu tuqqanligi ishida mana Qur'onda ko'rsatgan ashu darajaga asosan nima qilib beramiz o'sha o'chani o'zida bo'lib beramiz endi. Har biri o'ziga loyiq bo'lgan mana bu shaklchi oladi. Shu bu yerda hammasi biraqla oladigan ish yo'q. Buning ishida kim boshda oladi? Undan eshib qolganni kim qanchalik oladi? Undan eshib qolganni qanday qilamiz? Undan eshib qolganni qanday qilamiz? Mushtaq darajaga nima qilamiz? O'chani o'zida bilamiz. Endi bilgan vaqt o'zida bu darajasi birinchi bo'lib bo'lib beradigan, mana Qur'oni Karimda bo'lgan ashabul furuz, ya'ni farz, muqaddar, muayyan qilib belgilangan kishilarniki birinchisi bo'lgan bo'lsa, mana u odamniki masalan ayol, qizlar, ot-singil, opillari birinchi bo'lib uni uchun bo'lib beramiz. Ikkinchisi de asabiy, nisbiy asabiy, nasab asabiy deydi. Mesela o odamniki o'g'illari, aka inilari, tog' akillari deganidek bu. Uchinchidan endi ayoldan boshqa yana eshib qolibdi. Eshib qolgan bo'lsa, uningdagi yana eshib qolgan bo'lsa, o'chanda ayoldan boshqa ashabul furuzga birinchi qismi bor. Uni qaytirib yana uniga beramiz. Bu bunday bo'ladi. Uningda ekan yana qolgan bo'lsa, olim beribdi, yana eshib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida rahim tuqqanlari deydi. Mesela tağaçları, tağakillari deganidek buluğu beramiz. Buluğu bergan vaqtimizda 3 bombaga vaqt eshib qolgan vaqtimizda buluğga beramiz. Bu bunday bo'ladi endi. Endi yana bir yanada ekan buluğun berib tamiz bir naji qoldirib ketibdi. Qoldirib ketgandan keyin qarab baqsaq, bunidan eshib ketdi. Eshib qolgan bo'lsa, anadan ekan 3'ten 1'ini jiqaroq vasiyat qo'yibdi ekan u odam. 3'ten 1'ini jiqaroq vasiyat qilgan bo'lsa, anadan ekan 3'ten 1'ini yurgizib bo'lgan to'q. Anadan keyin u qarab baqsa, eshib qolgan bu odamniki shu degan pulni shu degan bo'yicha mesela 30 ming ko'ylik, 100 ming ko'ylik pul qashsak bo'ladi ekan, uni shuni shak beryaptili deb o'chan o'zida anadan keyin buni shak taqsim qilamiz. Unidagi u bo'lmasa yoki uni taqsim qilib bo'lgandan keyin unidagi yoki u bo'lmabdi, bo'lmagan vaqtdagi o'zida anadan keyin davlat xazinasiga tushadi. Davlat xazinasiga tushadi. Mana bu merosxo'rlarniki daraja shakli mana bundoq bo'ladi. Birinchi bo'lib ashabul furuz beramiz. U bo'lmay tatib qolsa asabiy, nasabiy deydi, balvoqillari, ya'ni o'zi o'g'illari. U bo'lmay tatib qolsa, lekin ashabul furuz deganidek bundoq bir shaklda buna bo'ladi. Endi bu yerdan chiqib turdiki, ashabul furuz bo'lgan Qur'oni Karimda deyilgan kishilarniki o'zi aj maytniki, meliniki hammasiga ega bo'lgan bo'lsa, qarapasa u odamniki meli shudga yetadi ekan, qolgani yetmaydi ekan asabiy tuqqanlarga. U chaniki o'zida buni mana aniq beramiz, bulug'cha nima qilmaymiz, u chog'da bermaymiz. U masalan bu miros nimiz o'zida masalan asabiy tuqqani bor ekan. Asabiy tuqqan bo'lsa, unidagi kelgan darajasi bor. U darajasi qavi masalan tog'illari, ammachilari degan bundoq kishilarga ulug'cha beramiz. Mana bundoq bir shaklda taqsim qilinishi kerak ekan. Endi bu yerda mirosniki meni taqsim qilish shakli noyatibek shakli jiqqanda, buni da Qur'oni Karimda masalan 8dan biri, yerim, 6dan biri, 4dan biri deydigan mushundoq
son ma'lumot ko'p bor. Mana biz endi mushu shaklni mushu shakl bo'yicha taqsim qilish uchun ilmul meros deydigan bir ilm bor. Mana bu ilmni bilgan shu Raus bilgan odamniki qishig'i berib yoki bo'lmaydi o'zimiz o'rganib yoki o'rgatib shu odamni qishig'i berib anadagi bu masalani so'rab bir tarafchoq qilishimiz kerak. Endi varis bo'lgan kishilar esa ayol deydi ikki qism bo'ladi ana. Erlar tarafdan bo'lgan varis bo'lgan kishilar bu kim? Mesela bir adam ilk geldiğimiz erler taraftan varis olan kişiler mesela oğul. Bir adam ilk geldiğim olsa o adamın oğlu meyli nevrisi olsa emmesi olur. İkincisi atısı. Yani dadısı. Dadısının dadısı geçse mi o virası olaydı. Dördüncüsü akı inisi. Şunu da akı inanın ki balları. Kaçağını ki tağılları, vakaza, tağılları, nevri, hemmesi müştahçı bulur. Yeni birisi yanındaki kendisi bu yıllık bilen, bu yıl azatkan adam. Kişi, bu, 10 türlük kişiler bu yada bir adam varışçı bululaydı. Ayallarınki üçü kelsek, ayallarınki ikiden, kaçlık bululaydı o dese, 7 türlük ayal, kişi varışçı bululaydı. Bunun işiden, bu kızı. Oğlunun iki kızı. Bu bir. İkincisi çoğun apsi. Çoğun apsindeki apsi. Üçüncüden ağaç sınırlısı. Bu yeni birisi yanındayken ayal, yeni birisi azatkan ayal. Boğan bolu demdi. Bunun asasen hem de muşu şekilde boğan boludu. Hem de mirasındaki türleri. Miras türleri de biz aviyatın yani prozo asabi dep ataldı hem de bu farz degan asl lug'atlarda taqdir degan gap ashabul proz deydi. Yeni birisi anakin miras taassub shaklidagi bo'lgan. Taassub degan asaba chigidi degan gap. Ya'ni u odamniki yaqin bir nimalari o tuqqanlari. Yaqin bir tuqqanlari bo'lib, masalan, o'g'li yoki inisi deganidek hammada taassub deymiz. Mana bu shaklda ikki xil shaklda bundan mirasçı bo'laoladi endi. Bunda bir şekilde mirasçı bo'laoladi. Biz endi miras haqidagi qisqa tushuncha degan bu mazmundagi darsimizda mushagishlik to'xtaldik. Buniki tafsilini bilish uchun bunda bir qancha cho'ng kitoblar var. Buni endi bu masalani bilish uchun cho'ng olim, bu ilm mirosini biladigan matematik saviyelik bo'lgan mushuna bir olimdan nima qilishimiz kerak? So'rashimiz kerak. Bu malni bilishda hech qanday vaqt o'zida o'lmay turib bundaq taqsim qiladigan bir odam bolalarining yog'iga bu tubdan xato. U varis bo'la oladigan kishiga vasiyat qilishniki o'zi xato. Bu tubdan xato. Masalan, bir odam xotin olgan bo'lsa, va xotinimga men o'ynab berdim, aniq bilan vasiyat qilish qat'iy bo'lmaydi. Ammo u odamning o'zi yosh vaqtda yoki og'ir emas vaqtda hadiya qilib berib olsa mayli. Men vasiyat qilib men o'lgandan keyin ma xotinimga meni bering deb vasiyat qilib qog'oz qilib qoldirib qo'ygan bo'lsa, u vasiyat bo'lmaydi. Ammo u odam berib o'tibdi hadiya qilib, men sovg'a qilib berib o'tdim degan bo'lsa, o'chaning o'zidan u sovg'aning qatorida vasiyatning ichiga kirmaydi. Endi bunu da öyle diye vakti yüzüde kıldık kımıdı da badiyanınki bağı deyildi. Bu cadde o ayrım bir mesele oldu. Şunun için bundak bir miras, hüküm meselelerine hemimiz alayide dikkat kılışımız gerek. Hemimizde Allah Teala şu Kur'an-ı Kerim'de, hadis Resulullah'da ne degen bolsa şu boyunca amel kıladigan, şu boyunca şirket etpardigan, hakiki takva, muttaki, alim, amil, mukarrablardan kıson hemmimizni ahli cenneti qilish muvaffaq qilsin. Do'zax va qabrninki azobidan Allah saqlasin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin. من ربنا الرحمن إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان إسلامنا في هديه همومنا تزاح إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح